Assalamu alaykum hürmetli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Amerikada hakimiyet almışqı bir gün qalğanda Donald Trump hökuməti Xitayning Uyğurlarga qaratgan zulmlarını irqiy qırğınçılıq deb e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 19 yanvar kuni Xitoyning Uyg'ur rayonidagi bostirish masalasi haqida Amerika Tashqi ishlar ministrligining chiqargan qarordomlik bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarladi. Amerika hukumatining bu qarori xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va muajiratdagi Uyg'urlarning zo'r olqishiga erishdi. Bütün ijtimoiy taratqularni chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur ommasining Amerika hukumatining mazkur qaroriga bo'lgan minnatdorlik so'zlari qopladi. Bu tarixiy qarorni tuygan ko'plagan Uyg'urlar cheksiz hayajondan ko'z yoshlarini tutolmadi. Shu kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida butun Sharq Turkiston xalqi nomidan Amerika hukumatiga rahmat etish bilan birga, Amerika hukumatining bu qarori mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarshi rahimsizlarcha elib berilayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun besilgan amaliy bir qadamdan iborat. Mushundaq yetakchilik rolini o'ynaydigan bir qaror boshqa demokratik allarning va xalqaro kishilik huquq organlarining umumyuzlik harakatga o'tishiga turtki bo'ladi. Bu qarorning siyosiy, qonuniy va ijtimoiy roli nihoyatda zo'r deb ko'rsatildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mazkur bayonotda monolarni ta'kidlagan. Ittifoqdosh armiya natsistlar jazo lagerlarining dahshatlarini oshkorlagandan keyin hargizmi qaytalanmaydi degan shuar madaniyatlik dunyoning ashu dahshatlarga qarshi o'rtaq ovoziga aylangan edi. Günümüzdeki vəhşiliklər biz ötmüşdə ko'rganga o'xshamaydigan shaklda elib berilganligi uchun vəhşiliklarning mohiyati hargizmi o'zgarib qolmaydi. Shunga men bugun tövəndəki qarorlarni chiqardim. Birinchidan, 2017-yili 3-oydan boshlab mavjud paketlarni inchiklik bilan tekshirgandan keyin Xitoy hukumatining Xitoy kompartiyasining yetakchiligi va kontrolligida Uyg'urlarni asos qilgan musulmon tuproqlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini aniqlab chiqdik. Bu jinoyatlar hali ham davomlashyotadi. Bu jinoyatlardan monolarni ko'rib olishga bo'ladi. 1 milliondan ortiq kishini xohlagancha qamab qo'yish, jismoniy erkinligidan mahrum qilish, majburiy tug'mas qilish, qiyin qistoqqa elish, majburiy emgak silish, diniy e'tiqod erkinligi, fikr erkinligi va harakat erkinligiga og'ir cheklama qo'yish. Norimberg sudi 2-Dunyo urushi oxirlashganda urush jinoyatchilarini insoniyatga qarshi turish jinoyati bilan sudga tortgan edi. Shuningki o'xshash jinoyat bugun Uyg'ur rayonida yuz beryotadi. Ikkinchidan, tekshirishimizga asoslanganda bu irqiy qirg'inchilik hali ham davomlashyotadi. Biz Xitoy Kommunist partiya davlatining Uyg'urlarni sistemalik yo'qitishiga shohid bo'layotamiz. Dunyoda iqtisodiy, harbiy va siyosiy jihatda ikkinchi o'rinda turadigan, o'zini dunyoning yetakchisi qilib ko'rsatishga, xalqaro sistemada o'z obrazini tiklashga urinayotgan Xitoy hukumati o'zining Xitoydagi ojiz etnik millatlarni va diniy tuproqlarni majburiy assimilyatsiya qilayotganligini va yo'qotishga urinayotganligini aniq bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida yana Xitoy hukumatini tutib turilayotgan kishilarni darhol qo'yib berish, atalmış tarbiyalash lagerlari, tutib turish o'rinlari, uyida nazarbat qilish va majburiy emgak sistemasini bekor qilishga chaqirdi. Majburiy homildorlikdan saqlanish, majburiy bola tushirish, majburiy tug'ut cheklash va bolalarni oilasidan ilib ketish qatorliq majburlash xarakterlik nopus kontrol qilish tadbirlarini to'xtatish, lager va turmalardagi barliq qiynash va xo'rlashni oxirlashtirish, Uyg'ur rayoni va Xitoyning boshqa joylaridagi Uyg'ur va boshqa diniy to'pliq a'zolarining ziyonkashligiga xotima berish, Uyg'ur va boshqa ziyonkashlikka uchragan millatlarga sayohat qilish va ko'chman bo'lish erkinligi berish talab qilindi. Bayonotning oxirida Mike Pompeo monolarni alohida eskartdi. Amerika Xitoy kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinpingning yolg'on tashviqot orqali paketlarni yushirish taktikasini ichib tashlashda ko'p kuch chiqardi. Beijingning Uyg'ur rayonida yurgizgan vahshiylikka Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga va dunyoning boshqa joylaridagi madaniyatli kishilarga qilgan tajovuzchiligiga vakillik qiladi. Biz sukut qilmaymiz. Agar Xitoy kompartiyasining o'z xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazishiga yo'l qo'yilsa, u holda siz Xitoyning dunyoning boshqa joylarida erkin yashayotganlarga nimalarni qilishga jur'at qila oladiganligini tasavvur qilib beqing. Yuqorqi qaror ilingan 19 yanvar kuni yana Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Wall Street Journal'da maxsus bu haqda obzor e'lon qilib, Sharq Turkistonda yuz berayotganlarning irqiy qirg'inchilik ekanligi haqida izohat berib mundaq dedi. Bugun men astoydillik bilan qarab chiqqandan keyin Xitoy kompartiyasi yetakchiligidagi Xitoy Xalq Jumhuriyatining Uyg'ur musulmonlarini asos qilgan holda Uyg'urlar va rayondagi boshqa oz-sonliq qozoq va qirg'iz musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini bekitdim.
Bu bayonot dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan hukumat organlari va mustaqil organlarning bu qabahat ustidan ilib borgan uzun yillik tekshirishining va shundaqla Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiyaning qo'llashining natijasi deb ko'rsatdi. Mike Pompeo maqolasida barliq davlatlarga xitob qilib mundaq dedi: Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik faqat shularga ziyonkashlik qilganlik emas, balki Amerikaning qurg'uvchilari kishilik huquq chempionlarining universal insoniy qadr-qimmat huquqlariga xiloflik qilganlik. Şinjandan kelgan qayg'uliq yig'izorlardan Amerika natsistlar Germaniyasi, Rivanda, Bosniya va Darfurdan kelgan noli faryodlarni angladi. Biz bu noli faryodlarga quloq solgan barliq davlatlarni mushu chaqiriqqa ovoz qo'shishga, jumladan asrimizning deg'i bo'lgan Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi turish jinoyatlarini e'tirof qilishga chaqiramiz. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Amerika hukumatining yuqorqi qarorining chet ellardagi barliq Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va keng avom xalqimizning zo'r fidokorlik bilan elib berayotgan tinimsiz kurashlarining natijasi ekanligini, bo'libmi lager shohidlarining bergan guvohliklarining mazkur qarorning ilinishiga zo'r turtki bo'lganligini ta'kidlab mundaq dedi: Amerika hukumatining bu qarori bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'q qilishga urinayotganligi rasmiy bekitildi. Xitoy jinoyatchi bo'ldi. Bu xalqarada obro'y qozonishga urinayotgan Xitoyga va uning cho'ng davlat bo'lish orzusiga berilgan zo'r bir zarbadan iborat. G'arb matbuotlari Donald Trump hukumatining Oqsaroydan ayrilishdan bir kun burun Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishining hargizmi oldirab ilingan bir qaror emasligini va bu xil fikrning Amerikadagi jumhuriyatchilar bilan demokratlar o'rtaq tushunchasi ekanligi bayon qilindi. Reuters agentligining 19 yanvardagi xabarida aytilishicha, mazkur qaror Amerika Davlat Majlisidagi ko'p qitimliq guvohlik berish yig'inlari hamda keskin munozaralar, shuningdek ko'plagan kollektiv tahlil va muhokama bosqichlaridan o'tgandan keyin e'lon qilingan to'liq salmoqli qaror ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning prezidentlik saylami mezgilida Joe Biden Uyg'urlarning qirg'inchilikka uchrayotganligini ko'p qitimlab oshkor so'rovlarda tilga olgan hamda Uyg'urlar masalasi tufaylidan Xi Jinpingning uchiga chiqqan siyosiy luhchak deb tanqidlagan edi. Amdilikda yangi hukumat ish boshlash harpisida Amerika hukumatining bundoq bir tarixiy ahamiyatli bir qarorni ilishi, g'arb dunyosidagi hukumatlarga texmi zo'r haydakchilik qilish rolini o'ynashi, shundaqla buningga mos holda bir qator yangi tadbirlarning o'ttirg'i chiqishi taxmin qilinmoqda ekan. Washingtondagi Do'lan Uyg'ur restoranining direktori Hamid Karim va hamrohlarining Amerika Davlat Majlisini qo'g'dayotgan Amerika muhofizatchi qismlariga Uyg'ur taomlarini taqdim qilib hol so'rganligi turli ijtimoiy taratqularda kuchli inkas qo'zg'adi. Taratqularda Hamid Karim apandining Amerika armiyasini qo'llash mohiyatda Amerika davlatini va Amerika xalqini qo'llash demakdir degan so'zlarga alohida o'rin berildi. Uyg'ur agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Washingtonga joylashgan Do'lan Uyg'ur restoranining direktori Hamid Karim apandi Amerikada hokimiyat olmishdan 2 kun burun, ya'ni 18 yanvar kechda do'stlarining maslahati, Do'lan shirkatining qarori, Amerika muhofizatchi armiyasining qo'shilishi bilan Amerika Davlat Majlisini qo'g'dayotgan davlat muhofizatchi qismlariga Do'lan restoranining Uyg'ur taomlaridan 50 kishilik qozon kavobi, polo va salat qatorliq taomlarni bevosita taqdim qilib, Uyg'ur xalqining Amerika davlati bilan bir sapda turadiganligini ifodalagan. Washingtondagi Do'lan Uyg'ur restoranining direktori Hamid Karim apandi bu vaqtda qilgan so'zida, Amerika bo'lsa dunyoda Uyg'urlar uchun tik turgan birdan-bir davlat. Shunga Amerika armiyasini qo'llash mohiyatda Amerika davlatini va Amerika xalqini qo'llash demakdir deb ko'rsatgan. Do'lan restorani maxsus minnatdorlik xati yozilgan xalta bostirgan bo'lib, uningga sizlarning vazifa sepidagi jafoli xizmatinglar va boturliginglar davlatimizning erkinligini qo'g'daydi. Sizlarga rahmat degan xatlar tushirilgan. Uyg'ur do'ppisini kiyib Amerika Davlat Majlisining oldiga tamoqni ilib borgan Hamid Karim apandi askarlarga biz Uyg'ur Amerikaliklar nomidan sizlarga tashakkur aytamiz degan. Askarlar uningga ko'p minnatdorlik bildirgan va billa xotira qoldirgan. Uyg'ur korxonachilarining Amerika Davlat Mudofaa sepidikilarga haqsiz tamoq taqdim qilishi tunji qitimliq ish bo'lib, buningdan bir kun keyin Donald Trump hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishi, Do'lan restoranining bu qitimqi hol so'rash harakatining ahamiyatini yanama oshirdi. Turkiya bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi haqidagi talash-tortishlar jiddiy davom qilayotgan bir paytda Turkiyadagi 3 nafar Uyg'urning terrorga chetishlik degan gumon bilan Xitoyga majburiy qaytarilganligining o'ttirg'i chiqishi chet ellardagi, bo'libmi Turkiyadagi Uyg'urlarni qattiq andishiga soldi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 2018-yili 5-oyda Turkiya doiralarining Xitoy pasporti bilan turayotgan Burhan Kerim, Muhammad Ali,
To'xta Odiljon ismli 3 nafar Uyg'urning terrorlikqa ketishlik deb tutqun qilinganligi va Istanbuldan Xitoyga uchadigan aeroplanga o'ltirg'izilib, Xitoyga yo'llab etilganligi ularning advokati ham voqeadan xabardor advokatlar tarafidan dalillangan. Bu xabar yaqinda Turkcha Mustaqillik gazetida e'lon qilinib, taratqularning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Xitoyga qaytarib berilgan tutqunlarning ichidagi Burxon Kerimning advokati Mahmad Okatan 19 yanvar Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, ularning Xitoyga qaytarilganligining Turkiya taftish doiralari tarafidan dalillanganligini bildirdi. Mahmad Otakan mundaq dedi: "Ular 3 kishi Xitoyga qaytarildi. Ularning biriga men vakillik qilgan edim. Ularga munosabatlik bir qancha xabar mo chiqdi. Ularning qaytarilganligiga doir uqtirishni topshirib oldik. Taftish mahkamasi xat avatdi. Men Burxon Kerimga vakillik qilgan edim. Xitoyga qaytarilganlarning ko'pi terrorlikqa chetilyotdi. Tutqun qilingan Uyg'urlar qonuniy rasmiyatsizlik ko'chmanlarni qaytarish markaziga yo'llanadi. Uning ta'kidlashicha, bu 3 aylan Turkiya adliya tarmoqlariga arz qilgan bo'lsa-mu, biroq sud ularning Xitoyga qaytarilishini to'smagan. U 3 aylanning 2018-yili 5-oyda qaytarilganligini bildirdi. Mahmad Okatan bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi: "Bularni to'smadi. Ularni yo'lga silvatdi. Bilginimizdek Turkiya Xitoy bilan bir kelishim imzolagan. Kun tartibdagi bu kelishim 2017-yilga berib taqiladi. Men vakillik qilgan Burxon Kerim 2017-yilning oxirlarida tutqun qilingan. 2018-yili 5-oyda Xitoyga o'tkazib berildi." Uning ta'kidlashicha, Turkiyadagi Uyg'urlarning iqomatining, ya'ni turishlik ruxsatnomasining kapolati yo'q ekan. U davlatning Uyg'urlarga 1-2 yillik turishlik guvohnoma berib qo'yib, ondan bekor qiladiganligini bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu oldingi hafta Turkiya Xitoy jinoyatchilarini o'tkazib berish kelishimiga tushuncha berib, bu kelishimning Uyg'urlarni turkumlab Xitoyga o'tkazib berishga yo'l ochadiganligini rad qilgan. 2017-yili imzolangan bu kelishim o'tgan yili Prezident Erdo'g'an tomonidan Turkiya parlamentining tasdiqlashiga sunilgan edi. Biroq Çavuşoğlu hozirga qadar Xitoyning Turkiyadagi Uyg'urlarni o'tkazib berish to'g'risidagi talablarni rad qilib kelganligi, Turkiyaning bundoq bir qadamni otmaydiganligini bildirgan edi. Xitoyda uzundan buyon davom qilayotgan odam ishki a'zolari savdosi yaqindan buyon Amerika va Angliya hukumatlarining diqqatini qo'zg'ayotgan zo'r temalardan bo'lib qoldi. Bo'libmi bu xil qabih savdoning izchil mavjud bo'layotganligi hamda uning borgan sari zo'r ko'lam ilayotganligi texmi ko'p kishilarning diqqatini bu masalaga jalb qildi. Zimiston jurnalining 19 yanvar soniga besilgan bu vaqtdagi obzorda aytilishicha, Xitoy Kompartiyasi parda orqasida qo'mondonlik qilayotgan ishki a'zolar savdosi navbatda eng qo'rqinchli saviyaga yetgan. Dal mushu xil reallikni ko'zda tutib Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Tom Cotton, Christopher Sims, Tom Sivazi qatorliqlar 2020-yili 15 dekabrda ishki a'zolar savdosini to'xtatish qonun loyihasini tunishtirgan. Bu ishki a'zolar savdosini cheklashdagi tarixiy bir qadam bo'lish sifati bilan bu xil qabihlik haqida dargumanda yoki ishkilinishda bo'layotganlarga ochiq javob bo'lgan. Shundaqla texmi ko'p hukumatlarni bu safga qo'shilishga chaqirish rolini o'ynagan. Buningga masalda Angliya parlamentining yuqori palatasi 2021-yili 12 yanvar kuni Lord Kings his tunishtirgan dori va tibbiy uskunalar qonunini ma'qulladi. Bu yangi qonun bo'yicha odam organizmlari bilan bog'lanishlik bo'lgan har qanday to'qilma yoki hujayrani ishlatish ma'ni qilindi. Lord His bu vaqtda so'z qilib, bu hol zamonaviy qullar amgiki bilan bog'lanishlik bo'lgan Angliya ta'minot zanjiriga berib ketiladi. Chunki hozir hammamiz bu jinoyatlarga sherik bo'layotimiz degan. Turli uchur yo'llari Xitoydagi ishki a'zolar savdosida turmalarga qamalgan vijdon mahbuslarining qurbonlik qilinayotganligini ko'rsatayotgan bo'lib, yaqinqi mezgillarda millionlab lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning buningdagi yangi nishon bo'layotganligi o'ttirg'i chiqqan edi. G'arb dunyosidagi eng ta'sirga ega ikki cho'ng davlatning bu qabihlikni cheklash masalasini bu qadar yuqori saviyaga ilib chiqqanligi sababli bu masalada yangi ilgirlashning bo'lishi jiddiy taxmin qilinmoqda. Xitoydagi cho'ng texnika shirkatlarining Uyg'urlarni bayqash, iz qo'g'lash va nazorat qilish iqtidoriga ega sistemalarning patent huquqini tizimga oldirganligi oshkorlandi. Reuters agentligining xabar qilishicha, buni nazorat sistemalari ustida tadqiqot ilib boradigan IPVM tadqiqot shirkati tekshirib qezib chiqqan bo'lib, ular bu sistemalarning 2017-yildan boshlab tizimga oldirilishga boshlaganligini bayqagan. IPVM tadqiqotchisi Charles Reutersga qilgan so'zida, Xitoy soqchilari bu texnika orqali cho'ng sonliq ma'lumot omborida sun'iy aql texnikasi orqali Xitoy emas yoki Uyg'ur deb belgi silingan odamlarni tekshiralaydi. Buning kishilik huquqi muhim ta'siri bor degan. Ma'lum bo'lishicha, bu texnikaning patent huquqini tizimga oldirgan Xitoy shirkatlari muxbirlarning savollariga javob qaytarmagan. Biroq ular IPVMga qaytargan inkosida patentga iltimos qilganlik bu texnikalarning cho'qim shu maqsadda qo'llanilganligidan derak bermaydiganligini ilgari surgan. Biroq kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Uyg'ur harakati qatorliq tashkilotlar bo'lsa, kishilik huquqni ochiq oshkora dafsanda qiladigan bundoq texnikalarning intayin xatarlik ekanligini, buningga dunyoning kuchli yo'sinda inkos qaytarishi kerakligini bildirgan.
IPVM'ning doklatiga qaraganda Xitoydagi nurg'unlagan yuqori darajalik bexatarlik kamera ishlab chiqaruvchilari Uyg'ur chiroyini tonish iqtidori bilan ta'minlaydigan bo'lib, buning ichida Hikvision, Dahua va Yonivo'dan iborat 3 cho'ng shirkat bor ekan. Xitoy o'lkalarida koronavirusi yana tarqalib, 22 million kishi uylariga banit qilingan. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, Xitoy hozir o'tgan yil yozdan buyangi eng nachar koronavirusi yuqum mezgilini boshdan kechirayotgan bo'lib, bu dal Xitoy hukumatı o'zini yuqumni tizginlashda g'alaba qildik deb maqtanayotganda yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu oyning 5-ida Beijing atrofidagi bir o'lkadagi yezida o'tkazilgan to'y murosimiga qatnashganlarning virus bilan yuqumlanganligi oshkorlangan. Doirlar buning bilan Shijiazhuang va Shanxay qatorliq 17 milliondan ortiq nüfusi bor ikki shaharni taqagan. Bir necha kun ichida barliq aholilarni tekshirish buyrug'ini tushirgan. Qatnashni to'xtatib, to'y, dafn murosimi va yig'inlarni amaldan qoldirgan. Bu hafta 5-ida bo'lsa qamalni Beijing, Langfang va shundaqli Heilongjiang o'lkasiga qarashli bir nahiyagacha kengaytgan. Jami 22 milliondan ortiq kishi uydan chiqmaslikka buyurilgan. New York vaqti gazetining aytishicha, bu Xitoyda o'tgan yili 1-oyda Xitoy markaziy hukumatı virus tunji qitim bayqalgan markaziy shahar Wuhanni taqiganda ta'sirga uchragan ommaning 2 hassiga teng bo'lib, ko'lam jihatdan qaraganda bu qitimni taqashni favqulodda deb qarashga bo'ladi ekan. Hozir shimoldagi Shanxi o'lkasi va Heilongjiang va Jilin qatorliq o'lkalarda yangi yuqum ahvollari ko'rilgan. Shanxay shahri yuqum tizginlash tadbirlarini oshirgan. Virus eng dastlab tarqalgan Wuhanda yana bir qitimni taqash bo'ldiganligi haqida mish-mish paranglar bo'layotgan ekan. New York vaqt gazetining aytishicha, bu qitimliq yuqum Xitoy hukumatining virusni tizginlashda g'alaba qozondiq deb qilayotgan tashviqotining sug'i chilishiga sabab bo'lib qilishi mumkin ekan. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.